2026 yilgi NX3 bu O'zbekiston avtomobil bozorida kutilgan eng so'nggi yangiliklardan biri bo'lib, xalq orasida o'zining ishonchliligi, tejamkorligi va qulayligi bilan mashhur bo'lgan modelning yangilangan avlodidir. Yangi NX3 dizayn, texnologiya va xavfsizlik jihatidan tubdan yangilandi. Bu mashina nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki ichki imkoniyatlari bilan ham zamonaviy haydovchilar talablariga javob beradi. Tashqi ko'rinishdan boshlaydigan bo'lsak, 2026 NX3 o'zining aerodinamik va jozibali dizayni bilan e'tibor tortadi. Oldi faralar toliq LED texnologiyasi asosida ishlab chiqilgan bo'lib, tungi haydashda maksimal yoritish imkonini beradi. Radiator panjarasi yangicha shaklda bo'lib, unga sportcha agressivlik bagishlaydi. Yon tomondan qaraganda esa silliq chiziqlar va xrom bezaklar avtomobilga hashamatli ko'rinish beradi. 16 dyuymli qotishma diskalar va orqa tomondagi LED chiroqlar esa mashinaga zamonaviylik qo'shadi. Salon ichiga kirganingizda esa sizni yuqori darajadagi ergonomika kutib oladi. Yangi NX3 ichki qismi yumshoq materiallar, charm o'rindiqlar va zamonaviy texnologiyalar bilan bezatilgan. Kengroq joy, yaxshilangan shovqin izolyatsiyasi va qulay o'rindiqlar uzoq safarlarda ham charchamaslikni ta'minlaydi. 8 dyuymli sensorli multimedia tizimi Android Auto va Apple CarPlay bilan ishlaydi. Bu esa smartfoningizni avtomobil bilan osongina bog'lash imkonini beradi. Bundan tashqari, avtomobil ovoz tizimi kuchli akustika bilan ta'minlangan bo'lib, musiqa tinglashni haqiqiy zavqqa aylantiradi. Texnik tomondan NX3 ishonchli 1.5 litrli benzin dvigateli bilan jihozlangan. Bu dvigatel 105 ot kuchiga ega bo'lib, yo'l sharoitiga qarab avtomatik yoki mexanik transmissiya bilan ishlaydi. Yoqilg'i tejamkorligi ham yuqori darajada. O'rtacha 100 km masofa uchun 6.5 litr yoqilg'i sarflaydi. Bu O'zbekiston sharoitida juda muhim omil, chunki ko'pchilik xaridorlar tejamkorlikni birinchi o'ringa qo'yishadi. Xavfsizlik sohasida ham ishlab chiqaruvchilar katta e'tibor qaratishgan. NX3 Apps, ESP kabi elektron tizimlarga ega bo'lib, yo'l harakati vaqtida barqarorlikni ta'minlaydi. Old va yon xavfsizlik yostiqchalari, bolalar o'rindiqlari uchun isofix tizimi ham mavjud. Bundan tashqari, yangi kuchaytirilgan kuzov konstruksiyasi to'qnashuv paytida zarbani minimal darajaga tushiradi. 2026 yilgi NX3 atrof muhitga zarar yetkazmaydigan Euro 6 standarti bo'yicha ishlab chiqilgan bo'lib, chiqindi gaz miqdori ancha kamaygan. Shu bois, u ekologik jihatdan ham toza avtomobil hisoblanadi. Narx jihatidan olganda, NX3 O'zbekiston bozorida raqobatbardosh narxda sotuvga chiqadi. Bu model o'rta toifadagi xaridorlar uchun hamyonbop, ammo yuqori sifatdagi tanlov bo'lib qoladi. Umuman olganda, 2026 NX3 bu zamonaviy texnologiyalar, jozibali dizayn va tejamkor dvigatel uyg'unligining mukammal namunasi. U har kuni haydovchilarga qulaylik, ishonch va farovonlikni taqdim etadi. Siz yangi NX3 rulida nafaqat yo'lda, balki